Bu Sharipov. Yaqinda meni ulkan qamoqxonaga tashlab qo'ygan o'yinchi. Biroz omad sabab qochishga muvaffaq bo'ldim va uni o'ldirib, serverdan butunlay ban qilib yubormoqchi edim. Lekin Xudo biladi u hozir qayerda. O'ch olish ishtiyoqida yonayotganimcha Sharipov qayerga ketgan bo'lishi mumkinligi haqida biroz iz topish umidida server bo'ylab uchib yurdim. Lekin u hech qayerda ko'rinmagach, yagona choram boshqa o'yinchilardan surishtirish bo'lib qoldi. Okay. Kimdir bormi? Fogni. Ikkita soqchi bor o'xshaydi. Kirishsa kerak. Yo'q, nimaga oddiy zinali blok ishlatishmagan? Va men bundan qanday chiqishim kerak hozir? Yo, kim qurgan bo'lsa ham boru. Mayli. Yo, salom. Salom. Kechirasiz. Qanday yordam kerak? Men bitta o'yinchini qidirib yurdim. Odamlardan so'ramoqchiman u haqida. Bo'lishi mumkin, lekin siz oddiy qishloqda shuncha narsa bilan keldingizmi? Qishloqqa hujum uyushtirmoqchi emasligingizni qayerdan bilamiz? Qarang, men qishloqda yashasa kerak emas menga o'zim. Kim bu? Salom, qanday yordam bera olaman? Shu bitta o'yinchi haqida informatsiya kerak edi. Qishloqdagi odamlardan so'rab ko'rmoqchi edim. Albatta, Luminari qishlog'iga xush kelibsiz. Okay, rahmat. Shunday qilib, men Sharipov haqida ma'lumot yig'ishni boshladim. Xo'sh, qayoqda odam bor endi? Mana bu tomonda. Yo, bro, mabodo Sharipov degan o'yinchi haqida bilmaysizmi? Uni eshitmagan. Okay. Salom, kimdir bormi? Sharipov degan o'yinchi bilmaysizlarmi? Yo'q. Nima? Yo'q, tanimas ekanman. Mabodo siz bilmaysizmi? Nima hech kim bilmaydi? Yo'q, eshitmaganman. Eshitmagansiz. Qishloqda kimdir tanishish kerak bu yerda. Eski odamlar ko'p. Yo, bro. Yo'q. Uzr, uyingizga kirib keldim. Yo'q. Salom. Salom. Qishloqda ancha beri yashaysizmi? Ha. Sharipov degan o'yinchi bilmaysizmi? Sharipov. Sanda ovqat bormi? Ovqat da bor, mana. Sharipov. Yo'q, to'g'ri eshitmagan ekanman. 5 ta sabziga uxlatib ketishdi mani. Mayli. Keyin esa qishloq chekkasida joylashgan bu qorong'u uyga ko'zim tushib qoldi. Va unga borishga qaror qildim. Kirsam maylimi? Okay. Yo, Nima kerak? Sharipov degan o'yinchi haqida informatsiya qidirib yuribman. Bilmaysizmi? Bilarman, balkim bilmasman. Senga aytganim bilan menga nima foyda? Sizga yaxshiroq narsa berishim mumkin. Mana. Sen rostdan ham hamma narsani shu narsalar bilan ayirboshlay olaman deb o'ylaysanmi? Nima demoqchisiz? Senga bir voqeani aytib beraymi? Hop. Men ham oldin qishloqdagilarga o'xshab oddiy yashar edim. Bir ovqat do'koni bor edi. Uning egasi qishloqdagi eng boy odamlardan biri hisoblanardi. Vaqt o'tishi bilan men uyim uchun soliqlarni to'lashga juda qiynala boshladim. Agarda bunday davom etsa, meni qishloqdan haydab chiqarishlari mumkin edi. Men esa bu sodir bo'lishdan juda ham qo'rqardim. Buning sababi serverdagi o'zidan boshqani o'ylamaydigan o'yinchilar niyatiga erishish uchun aybsiz oddiy o'yinchilarni ham o'ldirishga tayyor edi. Va o'sha vaqt menga bitta g'oya keldi. Qishloqdagi do'stlarimdan qarzga narsalar olib, oziq-ovqat do'koni ochmoqchi edim. Va men aynan shu ishni qildim. Lekin hamma oldingi ovqat do'koniga borishni davom etdi va meni kallamga o'sha do'kon egasi bunchalik boy ekanligi yetib bordi. U hamma oziq-ovqatlarni juda qimmat sotardi.
Va men o'sha yerdagi barcha narsani arzonroq narxda sotishga qaror qildim. Va vaholanki, qishloqdagi eng mashhur do'kon meniki bo'ldi. Lekin boyagi do'kon egasi g'azablandi va ma'lum kunlardan so'ng men bilan gaplashgani keldi. Biz gaplashdik. Men aytdim, siz allaqachon boysiz-ku, ochko'zlik qilib nima kerak? Va o'sha gapimdan so'ng g'azab bilan chiqib ketdi. Va ertasi kuni soqchilar va qishloq boshlig'i meni boy do'kon egasining do'konidan narsa o'g'irlab, o'z do'konimda sotayotganim bilan ayblashdi. Keyin biroz o'ylab tushunib yetdim. Kechqurun o'sha boy o'zining do'konidagi narsalarni olib, meni do'konimga buzib kirib, sandiqlarimni to'ldirib qo'ygan ekan. Shundan beri do'konimni yopishdi va hamma uning gaplariga ishonib, meni yomon ko'rishdi. Shu sababdan ham men bu yerga ko'chib o'tganman. Ba'zi o'yinchilar maqsadlariga erishish uchun har xil ishni qilishga boradi degan gapim esingdami? Men ham shu hisni sezib ko'rmoqchiman. Sen o'sha o'yinchini chatda ko'rinmaydigan qilib o'ldirishing va qishloq boshlig'iga bu ishni men qilganimni aytib, menga to'ngashingni istayman. Sharipov haqida ma'lumot kerakmi? Bo'lmasa aytganimni qil. Ishni bajargandan so'ng uyimni topishing va kerak bo'lgan narsani topib, darhol qishloqdan chiqib ketishing kerak. Void Strict? Ayo, o'z yo'l. Book and Quill. Shumi u aytgan narsa? Sharipov End oroliga ketgan. Ammo bu ish shunchaki qolib ketmadi. Qishloqning mayori Ivory Void Strictni o'lim jazosiga hukm qildi va barcha qishloqlarning ko'z oldida uni lavaga tashlab yubordi. Bu ishing endi oshib tushdi. Sharipov, men oldinga boryapman. Hali hammasi uchun javob berasan. Endga borishim uchun menga Eye of Ender kerak. Lekin menda Blaze Rod yo'q. Endi Nezerga boraman. Nezer esa xavfli. Lekin boshqa ilojim yo'q. Nahotki birorta Blaze spawner qolmagan. Yo. Yo, qanaqasiga spawnerlar qani? What the? Nima qilaman endi? Yo. Bu kim endi? Salom. Okay, bro. Aytgancha nimaga oyog'ingizda faqat trim, nimaga men o'rningizda bo'lganimda chest plate'ga qo'yardim trim. Ah. Okay.
menda portal bor, yordam bera olaman. Blazers qidirib yuribman, ha. Bo'ldi. Ketdi unda. Mana shu tomonda portal. Okey. Yo, sizda elitra bormi? Qiziq. Yo, namuncha tezsiz. Namuncha tez. Shamalma bu. No'yim ham. Portal mana keldik. Bemalol o'tib, Overworld'da yursangiz bo'ladi. Kirmaysizmi? Yo. Stop. Nimaga pot qilyapsiz? Okay. Bunaqa bo'lishini kutmagandim u, mayli. Yo, namuncha tez bu. Namuncha tez. Bunchalik ham ko'p bichimasdan shekilli. Seni pop qilgandan keyin tezliging yo'qoldi. Ha, tushunarli. Yo. Kart pop. Ha? Come on. Yo, what the? Kartda ham uncha zo'r emasdan shekilli. Ya hozir uzun olaman. Yo. Bunisi tegdilagan yaxshi. Hozir. Yo. Nima bu tezlik? Yo. Cheatermisan hozir? Tushunmayapman. Nima bu, glitchmi bu? Yo. Speed tezlik 10 mi bu? Tezlik 5 mi bu? Nechi bu? What the? Bunaqa tezlikda kart qilolmaysan, 100%. Tezliging o'zingga shunchaki xalaqit beradi. Aim ushlamaysan. Bu foydasi yo'q. Yo, what the? Yo. Okay. Nimadir qilmasam bo'lmaydi. Yo. Tezlik yetmaganda parol ham. Yaxshi zo'r. Okay. Parol spam. Yo. Ana xuraman. Yo. Chill. What the fuck? Yo. Uchta kiyimim ham sindi bittada. Faqat chispilta oldim. Yo. Okay, ender chest. Buni turib o'zi ham o'labdi bashi. Yo, ishlam. Okay, ishlam yana ketdi. Gap yo'q. Yo.
Yo, Mason. Shu payt Mason yo'q bo'ladi. Yo. Qani? Qani? Yo. Oh my god. Yo. Men bu joyni o'tolmayman. Men ketishim kerak bu yoqdan. Iloji boricha tezroq ketish kerak. Qarachi. Qochish kerak bo'ldi. Boshqa ilojmi? Yo. Qayerga to'xta. Ha? Serverning taqdiri bizning qo'limizda. Okay. Sessiz bormi tunda? Nima qildingiz? Yoki men haqqoniy cheater bilan ishib qoldim. Yoki qanaqadir glitch bor. Okay. Zato menda Blaze Road bor endi. Charchadim boru. Ketish kerak tezroq. Kiyimim ham yarmisini yotibdi. Da. Xo'sh, qaysi tomon? Bu tomonga. Okay. Qandaydir g'alati. Faqat oyoqda tren bor, Redstone'da. Xo'sh, portalga ham kelib bo'ldim. Men o'ldiraman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yo. Endi o'zgarib ketdi. Oxirgi marta kelgan unaqa emas. Qanday chiqardim? Yo. Vardim. Tinchgina xalq hozir bo'ladi, o'tkazardim men. Vardim. Tinchgina xalq hozir bo'ladi, iltimos. Vardim. Vardim. Qo'y tinchgina gaplashib olamiz. Men yaxshi niyatga kelganman.
Bo'l, stop, bo'l. Mayli, beraman, elektron beraman. Oh my god. Warden. Mana elektron ol, mana. Ol. Kerak emas menga. Yo, qish uchun g'amlab qo'ygan narsalar ko'p ekan. Mayli, ozgina restok qolaman, shoda rozi bo'larsan. Ha, nima kerak bo'lsa olaver. Menga qara, Vardan. Sharipov haqida nima bilsang ayt, iltimos. Men eshitgan narsalarimga qaraganda Sharipov yaqinda Endi oroliga kelgan. Men hozir uni qidirib yuribman. Ha, Sharipov Endi oroliga kelgan edi. Biz uni o'ldirishga harakat qildik. Lekin u elitra bilan uchib ketdi. Biz u qaytib kelmaydi deb o'ylagandik. Lekin u o'zi bilan yana bitta o'yinchini olib keldi. U olib kelgan o'yinchida juda antiq qurol bor edi. Ular portaldan oddiy dunyoga qaytib kelishdi. Shundan beri Sharipovni ko'rganim yo'q. Lekin u oldingi bazada ko'rishamiz degan. Tushunarli. Malma qilish bilan. Rahmat. Xo'sh. Nahotki bu sen bo'lsang, Flux. Bu yerga yetib kelguncha nimalarni boshdan kechirding? Qancha harflardan qochding? Menga zarracha qiziq emas. Sen haliyam o'sha Flux degan chakolsan. Ha, men o'sha Fluxman. Men bu yerga shunchaki seni izlab kelganim yo'q. Men hammasiga nuqta qo'yish uchun keldim. Sen bu savolga hech qachon munosib bo'lmagansan. Xuddi o'sha do'stlaring kabi. Ular ham ojiz edi. Sen ham ojizsan. Kim ojizligini ko'ramiz.
Hali ham imkoning bor. Sekin. Men seni tirik qoldiraman. Aks holda sen ham o'sha do'stlaring ortidan ketasan. Men buni uddalashim kerak. Nima qilib bo'lsa ham. Sharipov, menga 50 litr bilan Dragon'ni ber. Va men seni tinch qo'yaman. Sen meni tirik qoldirmoqchisan? Ha. Chunki men sen emasman. Mana ket. Sen meni yengganing yo'q. Men shunchaki bu o'yindan zerikdim va senga kerakli narsani berdim. Sen ham o'sha do'stlaring kabi meni tuzog'imdasan. Sen ulardan farq qilmaysan, Flux. Sen ham yuraging tugudek qo'rqyapsan. Va eng kulgilisi, sen hozir o'zingcha qasos oldim deb o'ylayapsan. Bu yerda kuchlilar kuchsizlarni boshqaradi. Kim ko'proq narsaga ega bo'lsa, o'sha boshqalarning taqdirini hal qiladi. Bugun Sharipovning davri tugadi. Lekin serverning hikoyasi emas. Chunki bugundan boshlab bu serverda qoidalarni hech kim buzmaydi. Aksincha, men o'zaman. Men Sharipovdan ham kattaroq narsani quraman. Va menga qarshi chiqishga uringan har kimni shunchaki yo'q qilaman.